Bu fani dunyoga kimlar kelib, kimlar ketdi. Yaxshi o'lib, o'lmayin yomon qoldim. Hamma o'z davr, o'z zamonasida kelib ketdi. Bir ulug' zot etganlaridek keldilar, ketdilar. Keldik, ketamiz. Keladilar, ketadilar. Pahlavon Mahmuddek bir ulug' zot ikki misra baytda insoniyatga qarata shunday deydi: ey xo'ja, charo azin jahon bexabari, روزان شبان در طلبی سیم و زری. سرمایه تو از این جهان یک گز کفن است، آن هم به گمان است که بری یا نبری. ey xo'ja, ertalabdan to kechgacha na oqibatni, na ibodatni, na savob ish xayolingda yo'q. Simu zar yig'ish bilan ovorasan. Oqibatni ham yig'ishtirib qo'yding, farzand tarbiyasini ham yig'ishtirding, ibodatni ham yig'ishtirding, simu zar yig'ish ovorasidasan. O bu dunyodan olib ketadigan sarmoyang shuncha yugurib yelganing bilan bir gaz kapan. U bir gaz kapan ham Alloh nasib etsa bo'ladi, nasib etmasa bekapan ham ketib qolasan. Qarang, janozalarda turamiz. Joni chiqqan inson necha yil mehr muhabbat bilan qurgan uyiga bir kunga sig'may qoladi. Tez o'rkovga bor, yo'g'ichini olib kel, tovutni olib kel, tez bo'laylik. Hamma tez yugurishdi. O'g'liga: uka, dadang shu hovlisini juda yaxshi ko'rardi, ki bir chekkasiga ko'mib qo'ya qolaylik. O'sha eng yaxshi ko'rgan farzandam yo'q endi, haloyiqlar mozoriga olib boraylik deydi. Zo'r mashinalar turibdi, unga qo'yishmaydi. Zo'r kiyimlarda emas, eng arzon surupda, kafanda o'ralib, yog'och sanduqqa solinib, osmonga emas, qora turpoqqa qo'yiladi. Inson bilan faqat o'sha qabrning ichiga iymoni, ibodati, savob ishlari kiradi. Farzandlar, yiqqan mol dunyolar, mansablar hammasi go'rni tepasida qoladi. Ichiga kirib yoritadigan, hamroh bo'ladigan ibodat, iymon, amali solih. Bu o'lim hammaga barobar ham haq. Buni fikr qilgan, tushungan inson bu boshqa qaytib kelinmaydigan safarni tadorigini ko'rish kerak.